Fatima, opamga nima qildi? Yo'lga chiqibdi. Zafar aka, ogohlantirib kelmabsiz-da? Men ogohlantirib ketmoqchiman. Nima? Короче, menga boshqa umuman telefon qilmagan. Mana shu yerda hammasi tugadi. Tugadi? Ha, Zuhra keldingmi? Oyaman, Fatimaman. Fatima? Ay, o'zingmisan? Ha, Xudoga shukr. Yaxshi keldingmi? Sog'lig'ing yaxshimi? O'zing oldirib qo'yibsan. Tinchlikmi? Qani o'tir. O'tir. Voy, tinchlikmi? Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Ha, bolam? Nimaga anu mehribonlik uyida ishlaysiz? Nima qilibdi mehribonlik uyida ishlasam? Bolalarni yaxshi ko'raman. Ya, просто u yoqda opoqili hayotda o'zini o'rni topolmagan ayol ishlaydigan stereotip bor-ku. O'shanga sizga yarashmabdi. Yarashmabdi? Mayli. Sizlarga yoqimli Rahmat. ishtahasiz. Bir-ikki kun ishga bormaganimga ishlarim ko'payib ketibdi. Siz bizni Yo'q, ovqatlamadingizmi? shoshilman. Yaxshi o'tiringlar. Kelin, Zafarga tushlik tayyorlamaysizmi? Tushlik. Men ularni ko'chadan ovqatlanadilar deb o'ylagandim. Ha, men o'zim aytgandim. Ketdingmi? Ketdik. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Baxt odamlarni tuyg'ularida, ularni yuzida tabassumni ko'rish bu baxt. Meni borimcha qadrlaydigan, meni tushunadigan, meni qo'llab-quvvatlaydigan odam kerak. Meni o'zgartirishga harakat qilmasligi kerak, tushunmasam? Men ham seni yaxshi ko'raman. Nimaga yig'layapsan? Tinchlikmi? Yo, birorta xafa qildimmi seni? Tinchlikmi, Feruza? Ha, tinchlik. Nima gap? Nima bor? O'zingiz aytdingiz-ku, erkin ijod qilinglar deb. Mana, qilyapmisan. Men? Ha. Ha. Xo'p. Aytgancha, ichimligi brendi kompaniyasidagilar kelishgan. Qaysi edi? Quvnoq tomchi, esizdami? O'zingiz ideya beruvdingiz-ku.